Hozir bitta voqea meni juda ham ta'sirlantirdi. Mana shu korsetni egasi qizimizga rengillari hozir bor. Familiyasi chiqib qolmaslik uchun ko'rsatmayman. Shunaqa chiroyli, aqlli, shunaqa bir idealniy qizimizni aldanib qolgani masalasida. Ya'ni sizga korset shino kerak emas, ishlamaydi. Siz massaj bilan men sizni davolab beraman deb mana bu patsientimizni vaqtlarini o'tkazib qo'yishgan. 3-tip skoliozdan 4-tipgacha o'tib ketishiga olib kelishgan. Ishoninglar, skolioz bu sizlar o'ylagan darajada oddiy kasal emas, sodda kasal emas va korsetni ortoped yozdimi, bekorga yozmaydi. Korset shinoni atrofiyaga uchratadi mishsalarni deb gapirayotganlar, har bitta narsani ilmi bor. Buni qanaqa kiyishi ham ilmi bor. Buni qanaqa yechishi ham ilmi bor. To'g'ri foydalanganda, aql bilan foydalanganda hech qanaqa побочный действияsi yo'q. Bu ilmiy asoslangan metodika, ya'ni korset shino haqiqatda skoliozda ishlashi va shurot metodikasi ham ilmiy asosga ega bo'lgan metodika hisoblanadi. Shuning uchun ham massaj bilan davolab beraman deb va'da berib, odamlarning vaqtini, pulini bekorga ketkazmasliklarini so'rardim.